Mazkur o'zbekistonlik oila Kanadaga kelish uchun uzoq yil harakat qilishgan, lekin hech yo'l topa olishmaganidan so'ng ayoli fransuz tilini o'rganishga qaror qilgan. O'zim, ayolim va ikkita farzandim bilan Kanadada doimiy yashovchi statusini qo'lga kiritdik. O'zbekistondan Kanadaga doimiy yashovchi, ya'ni immigrant vizasini qo'lga kiritdik. Bu borada bizga fransuz tilini o'rganish usuli qo'l keldi. Bizga yaqinda yordam bergan Alimardon aka va uning jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizga aloqaga chiqishganda qo'llarida fransuz tili sertifikati mavjud edi. Jamoamiz bilan zudlik bilan hujjatlar ishlashni amalga oshirdik va nasib qilgan ekan, ko'rib turganingizdek Kanadaga kirib kelgan o'zbekistonlik oilalardan biriga aylanishdi. Videoni oxiriga borib, balki siz ham fransuz tilini o'rganish orqali Kanadaga kelish harakatiga tushib qolarsiz. Barchaga Kanadadan salom. Ismim Alimardon va men bugungi kunda Kanadaning Yukon provinsiyasida litsenziyaga ega migratsion advokatga shartnoma asosida assistent bo'lib ishlayman. Kanadaga esa o'qishga kelib qolib ketganman va mazkur davlatda oilam bilan birga yashab kelmoqdaman. Kanadaga kelish ko'pchilikning orzusi, lekin to'g'ri strategiya tuzish orqali davlatga albatta kelish mumkin. Sababi har yili 100 minglab chet elliklar aynan Kanadaga doimiy yashash huquqini olib kelishadi. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, Kanadada asosan davlat tili ingliz tili deb, lekin albatta bu yerda har ikkala til, ya'ni ingliz va fransuz tili ham keng qo'llaniladi. Uzoq yillar davomida faqat ingliz tilini yaxshi bilish orqali Kanadaga migratsiya qilish mumkin bo'lib kelgan, lekin oxirgi yillarda buni o'zi yetmayapti. Sababi ingliz tilini bugungi kunda ko'pchilik biladi, lekin fransuz tilini unchalik ko'pchilik odam bilmaydi. Kanada hududida esa aynan fransuz tilini biluvchilar soni kamayib bormoqda. Kanada hukumati buni yaxshi anglagan holda fransuz tilini biluvchi chet elliklarni o'ziga jalb qilib kelishni niyat qilgan. Shu maqsadda 3 yillik reja ishlab chiqilgan bo'lib, har yili kamida 30 mingta chet elliklarni aynan fransuz tilini bilgani uchun Kanada ularga doimiy yashash huquqini bermoqda. Bundan 1-2 yil avval o'zbekistonliklar ham Kanadaga kelishda oilaviy usulda asosan o'qish orqali kelishni, ya'ni turmush o'rtog'iga ishchi viza, o'ziga esa student viza orqali kelishni afzal bo'lishgan bo'lsa, bugungi kunga kelib bu usul o'zini mashhurligini yo'qotmoqda. Buning asosiy sababi o'qish orqali kelganlar albatta katta miqdordagi kontrakt to'lashlari va albatta oxir-oqibat o'qishni tugatib, ishlab qolib, keyin doimiy yashash huquqiga harakat qilganda ancha vaqt yo'qotishlari mumkin. Lekin fransuz tilini Kanadaga kelmasdan turib, O'zbekistonda yoki boshqa davlatda o'rganish orqali Kanadaga doimiy yashash huquqini olib kelish orzusini tezroq amalga oshirish mumkin. Hech qachon fransuz tilini o'rganmaganlar ko'pincha savol berishadi: yangi til eplay olarmikanman, qo'limdan kelarmikan deb. Lekin bir yaxshi xabar borki, fransuz tili ingliz tiliga ham o'xshab ketadi. Chunki har ikkala tilning so'zlari bir-biriga o'xshash va bir-birini takrorlaydi. Amaliyotda ham fransuz tilini noldan boshlab natijaga erishganlar yetarlicha. Nima uchun boshqalar eplagan ishni siz qila olmasligingiz kerak? Tajribamizga ko'ra, asosan fransuz tilini oiladan ayol kishi yaxshi o'rganadi va albatta butun oila uchun Kanadaga eshik ochishlari mumkin. Lekin bu shuni anglatmaydiki, hamma yoppasiga fransuz tilini o'rganish kerak deb. Sababi fransuz tilini bilishdan tashqari yoshga qo'yilgan talablar, ta'lim darajasi va shuningdek ish tajribasi ham inobatga olinadi. Bu dastur talablariga to'g'ri kelish yoki kela olmasligingizni bizga aloqaga chiqsangiz aniqlab beramiz. Aytgancha bir narsani unutmaslik kerak. Fransuz tilini boshlash bilan bir vaqtda muhim hujjatlarni oldindan tayyorlab borish zarur. Bu sizga vaqtdan yutishga yordam beradi. Bu aynan qaysi hujjatlar ekanligini bizga aloqaga chiqsangiz tashlab beramiz. Agarda kimda fransuz tilini o'rganishga hali ham ikkilanib yurgan bo'lsa, keyin Kanadaga kelish uzoqlarga cho'zilib ketishi mumkin. Sababi imkoniyatdan vaqtida foydalanish kerak. Mazkur usulda Kanadaga migratsiya qilish bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlarni ushbu video ostida qoldiraman. Kommentlarga yozingchi, kimlar fransuz tilini qachon o'rganishni boshlagan va kimlar uchun mutlaqo yangilik bo'ldi. Fikrlaringiz biz uchun qiziq. Sizga ham Kanadaga kelish bo'yicha amaliy huquqiy yordam zarur bo'lsa, bizga mana bu saytdan aloqaga chiqish mumkin. Bizni kuzatib boring va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi Instagram, Telegram kanallarimga havolani video ostida qoldiraman. Barchaga omad, Kanadada ko'rishguncha sog' bo'ling.